Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu darvozamiz 2026-yil trendda bo'lib turgan shu Taraffosan darvozamizni Farg'ona viloyati, Farg'ona shahriga olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu darvozamizni ishlatgan materialiga keladigan bo'lsak, listlarimiz ponni ikkilik listlar, qalin list bo'lgan. Profillardan ham qalinidan foydalanganmiz. Bu darvozamiz razmeri eniga 380, bo'yiga 340 joyiga olib kelib ustanovka qilib berdik. Akalar, bu darvozamiz mana stoykalari 8x8, taglariga shivillar qo'yib berganmiz. Kraskasiga o'sha Devo kraskadan sapib berganmiz, garantiyali kraskalardan. Nejvinkalarni yopishtirib chiroyli qilib olib kelib ustanovka qilib berdik. Zamoklari ham original shu 200 ming so'mlik zamokdan olib kelib qo'yib berdik mana. Darvozamizni bitta ochib yuboring, bitta ochib bekilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizni tashqariga ochiladigan qilib bering degandik. Ekanmiz, darvozani tashqariga ochib ochiladigan qilib berdik. Zatorini ham ichkariga qo'yib berdik. Mana darvozamiz orqa tarafi silliq mana. Tagiga mana shivillarni qo'yib berdik. Buni qalin materialdan qo'yib berganmiz akalar. Bo'ldi, yopib qo'ying vaqtida. Keling, kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani. Dastavka, ustanovkasi, o'lchash hamma yo'q ichida. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.100.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'lasizlar.